Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 3-dekabr haftani chorshanba kuni 2025-yilni Paypoq do'kondan ko'rsatyapmiz. Bobosbek bozoridan. Nech pul deyapsiz aka? Mana telefonda jonli efir ham ketyapti mana. To'polamiz. Qaysi biridan boshlaylik? Eng arzonidan boshlaylik. Ha, boshlayvering. Mana 3000 so'mdan 4 xil guli bor. 3000 so'mdan ekan, 4 xil guli bor ekan, ha. Bunisi 3,5 mingdan. Manasi 3,5 ming so'mdan ekan. Hop, Bular yuqta paypoqlar 2 mingdan. ular 2000 so'mdan. Qani gapiravering-chi? Xo'p, mana bunisi 2800 so'm yuqta. Bu ham 2800 so'm. Bunisi 3,5 minglik yuqta, 2000, 3,5 ming so'mdan qalinlari. Ha. 3,5 mingdan bular hammasi. Mana bu 5 mingdan. Mana bunisi 6 ming. Yaxshi. Mana 4,5 ming mana. 4,5 ming so'm. Bular bir pachka sotiladi, eng kami. To'liq mana 30 ming bo'ladi. Ha, yaxshi. Bular erkaklar paypog'imi? Hammasi erkaklarga. Nech puldan deyapsiz bularni? Erkaklarga ham qalinlarimiz mana 3 mingdan. Mana 3 ming so'm. Erkaklar qalinlari 3000 so'mdan ekan. Ikkalasi ham 3 mingdan. Ha. Bu yerda 3,5 mingligi. Yana ochilgan ketyapti. 3,5 minglik mana shunaqasi. Yaxshi. 4 mingligi bor. Tevalar qayerdan kiyapti? Yo'g'onlar mana 5,5 mingligidan bor. Ha. Ichkarida Xitoydagi bor 10 mingdan. Ha, zo'r. Mana adashmanglar, kelganda Bobosbek bozoriga kelsalar, bunaqa Dilnuri tekstil degan joy bor, do'koni nomi. 2800 so'm beryapti. Ha, yaxshi. Mana bitta obunachingizmi, chiqib kimdir kirdi sizni, kuzatuvchilaringizdan bittasi. Hozir Hayot akamni jonli efirini sozlayapmiz-da. Mana bu telefonda jonli efir ketyapti. Xo'p, yaxshi. Telefon nomeringizni ayting-chi? 97lik, 97lik 334, 334 62 44. 62 44 ha? Telefon qilinglar. Mana 9 ta odam mana kirdi mana. Xo'p, bugun mana 3-dekabr haftani chorshanba kuni 2025-yil. Yaxshi. Hozir hal qilamiz inshaalloh.